Assalomu alaykum, ismim Shukrullo. Bugun sizlar bilan Word yaratgan hujjatlarimizni pechatdan chiqarishni ko'rib o'tamiz. Nimaga aynan birinchi dars printerdan chiqarish darsi bo'ldi? Chunki juda ko'p korxonada ishlayotganlar yoki umuman o'qituvchilikda olamizmi, qaysi sohadagilar printerdan ma'lumot umuman tayyorlayotgan hujjatlarni chiqarayotganda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Misol uchun, deylik 10 ta yoki 20 ta ma'lumot chiqardi. Orada qaysidirlar xato bo'lib qoldi. Misol uchun 19-sahifasi yoki 15-sahifasi. O'shanaqa holatlarda yana qaytadan 15 ta 20 talisini boshdan chiqarishga to'g'ri keladi. Biz aynan bu darsda misol uchun biz yaratgan hujjatlarni aynan qaysidir sahifalarni yoki umumiy qilib 20 ta yoki 15 ta listimizni pechatdan chiqarishni ko'rib o'tamiz. Unda kelar darsni boshlaymiz. Xo'p, buning uchun bizga ma'lumot kerak bo'ladi. Kelar internetdan ma'lumot olmaylikda, bizda tayyor Wordda formulamiz bor. Mana barobar Lorem bilan matn chiqarib olaman. Xo'p, shuni aytib o'tib ketay. Hujjatlarda bizda asosiy shriftimiz bitta mana Calibri turadi. Umuman kitoblar yoki dokumentlarda Times New Roman shriftidan foydalanamiz va razmeri 14 razmerdan foydalangan holatda bajarishimiz kerak bo'ladi. Va shu yerda yozuvlar orasidagi intervalni rasmiy hujjatlar bo'ladigan bo'lsa 1.15, norasmiy oddiyroq dokumentlar bo'ladigan bo'lsa 1.5 intervalda qo'yib ketgani yaxshi. Kelar biz shu yerdan 1.15 intervalni tanlab olamiz. Endi xo'p, mana bu yerdan Ctrl A bilan hamma ma'lumotni belgilab olaman. Shu yerda ikkala tarafini tekislab olamiz hujjatimizni. Endi shu yaratgan ma'lumotini, ya'ni bizda hozir 3 ta sahifada ma'lumot yozib oldik. Endi shularni printerdan chiqarishimiz kerak. Buni bir necha xil usullari bor. Birinchi usuli, bu yerdan fayl bo'limiga kiraman va pastroqqa tushganimizda bizda pechat degan bo'limi chiqadi. Shu yerni bosadigan bo'lsak, bizda mana o'sha pechat oynasi ochildi. Yoki klaviatura orqali Ctrl P tugmasini bosgan holatimizda ham biz hozirgi oynaga qaytishimiz mumkin. Endi sizlar bilan tartib-tartib shu printerdan chiqarish bo'limini tanishtirib o'taman. Birinchisi, bu yerda mana kopiya turibdi. Ya'ni siz chiqarmoqchi bo'lgan hujjatni necha nusxada chiqarmoqchisiz? O'shani yozasiz. Misol uchun hozir menga shu yerda 3 ta sahifadagi listim jami 20 nusxada chiqishi kerak. Shu yerga birni o'chiramizda 20 raqamni yozaman. Va 3 ta listim jami 20 ta nusxada 60 ta list bo'lib bizga printerdan chiqarib beradi. Hop, kelar bu yerda mana 20 emas, bir nusxa turaveradi. Keyin bu yerda biz kompyuterga printerni ulaganimizda bu yerda printerimiz nomi chiqishligi kerak. Epson yoki shunga o'xshagan qanaqadir nomlar chiqadi. Agarda sizda printer nomi chiqmaydigan bo'lsa, bu yerdan добавить printer qilib mana o'sha printerimizni bu yerda mana add device qilamizda, bizda printerimizni nomini chiqarib beradi. Shu orqali printerimizni qo'shib olsak ham bo'ladi. Agarda sizda bu holatda ham printeringiz ishlamaydigan bo'lsa, iloji yo'q internetdan o'sha printerimizga mos keladigan drayverlarni kompyuterimizga o'rnatishimizga to'g'ri keladi. Keyingisi bu yerdan mana ses sразу turibdi. Hop, shu yerda mana menda 3 ta listdagi ma'lumotimni bitta nusxada chiqarmoqchiman. Shu yerda hech qanaqa ma'lumotni o'zgartirmasdan pechat tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga birdaniga o'sha hamma ma'lumotini chiqarib beradi. Hozir bizda pechatni bosganim bilan mana hech qanaqa oyna ochilmaydi, chunki hozir bizda kompyuterda printer ulanmagan. Endi qaranglar, misol uchun shu yerda pechatga kirdim. Sizda mana shuni o'rnida 3 ta list emas, hujjatingiz misol uchun 20 ta list bo'lib qoldi. Hop, mana buni Ctrl A bilan ma'lumotlarimizni ko'paytirib olamiz, ko'proq nusxada. Mana. Hop, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizda 14 ta listda ma'lumot yaratildi. Qaytadan pechat bo'limiga kiraman. Va shu yerda mana 14 ta listdagi ma'lumotni hammasini chiqardim, lekin menda hop mana 9-listimda va 13-listimda xato bo'lib qoldi. Endi shu menga aynan ikkala listni o'zim chiqarish kerak. Xuddi shunaqa holatlarda bu yerga mana 9,13 deb yozamiz. Yoki virgul yana 15 deb yozadigan bo'lsak, bizga jami 15 ta listdan shu uchalasini chiqarib beradi. Yoki sizga faqat 9 ni o'zi kerak, 9-listni o'zini yozasiz. Yoki printer hammasini noto'g'ri chiqarib qo'yadi. Unaqa holatda endi yana qaytadan bu yerda mana ses sразу holatga o'tib qoladi.
shunday chiqarsak bo'ladi yoki bu yerdan mana raqamlarni qo'yamiz. Qaytadan qo'yadigan bo'lsak, mana отдельный stranisaga alohida bo'limga o'tib qolamiz. Mana printerni endi o'zimiz xohlagan birorta listni chiqarishni ko'rib o'tdik. Endi qarab bu yerda yana bizga kerakli qismi, misol uchun mana knижный orientatsiya turibdi. Bu yerga kiradigan bo'lsak, mana albomli bo'lim bor, knижныйsi bor. Shu yerda maketda bu qanaqa? Misol uchun hozir menda listim knижный holatda turibdi, ya'ni listim tik holatda turibdi. Agar buni kitobga o'xshagan holatda chiqarmoqchi bo'lsam, albomni orientatsiya qilaman va mana menga listim kitob holatiga o'tyapti. Shu yerda chiqarmoqchi bo'lgan listimizni razmerini belgilab ketsak bo'ladi. Hop, misol uchun mana bu yerda letter, auch, autor, ab shunga o'xshagan formatlarda chiqarmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan xohlagan birorta formatingizni tanlab, o'zingizning listingizga mos holatda ma'lumotlar chiqarishingiz bo'ladi. Katta ehtimol letter yoki hujjatlar A4 formatda bo'ladi. Misol uchun kichkinaroq kitobchalar A5 formatda bo'ladi. Endi A5 bilamiz, A4 dan ko'ra kichkinaroq. Auch endi kattaroq razmerda ma'lumotlarni chiqarib beradi. Shu yerdan listimizning razmerini tanlashimiz ham mumkin. Keyingisi bu bo'limda listimizning atrofidagi masofalarni to'g'rilab ketsak bo'ladi. Kelib undan oldin albomdan knижный orientatsiyaga o'tkazib olaman va bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizda chapda, o'ng, chap, tepa, pastdan razmerlari har xil holatda turibdi. To'g'ridan-to'g'ri printerda o'zida shu atrofdagi masofalarni to'g'rilab ketishimiz mumkin. Bu yerda mana обычный polyan tanlaydigan bo'lsam, bizga mana tepadan va pastdan 2 sm dan, chapdan 1,5 sm, o'ng tarafdan 1,5 sm, chap tarafdan 3 sm masofada polyani to'g'rilab beradi. Bu standart holat. Misol uchun har qanaqa hujjatda tepa pastimiz 2 sm dan, o'ng 1,5, chap 3 sm bo'lishi kerak. Chap tarafda 3 sm bo'lishining sababi, misol uchun dokumentlarda qanaqadir delolarga ma'lumotlarni solayotgan paytda chap tarafda o'sha deloni hisobi olinib 3 sm dan joy qo'yib ketilishi kerak. Yoki shu yerda mana ustini tanlaydigan bo'lsak, bizga bu yerda razmerni ham aytib ketgan. Hop, bu yerda mana tepa pastdan 1,20 sm, o'ng chapdan ham 1,20 sm. Deyli shu ustki polyada hamma tomoni bir xil razmerda bizda o'sha polya qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda mana sredniy yoki shirokini tanlab, o'zimizga mos keladigan razmerda hujjatlarimizni pechatdan chiqarishimiz mumkin. O'zi standart holati mana обычныйda turadi. Ya'ni har qanaqa hujjatlar yoki dokumentlar xuddi shunaqa обычный polya asosida printerdan chiqariladi. Video ostidagi havola orqali o'tib yopiq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Ushbu kanalda 21-iyun kuni katta onlayn taqdimoti bo'lib o'tadi. Taqdimot davomida sizga bundan-da ko'proq va batafsilroq ma'lumotlarni ulashib o'tamiz.